Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxoriy rahmehullahning Al-Adabul Mufrad nomli hadis kitobini dars qilayotgan. Bugun shu darsimizning davomida 19-dars 50-bab Babu qubullatis subyan. Kichik o'g'il bolalarni suyishning babi. İmam Buxoriy rahmehullahning bu babni keltirishining sababi kichik bolalarni suyish u kishining, ya'ni suyguchining inovatiga va salobatiga ta'sir yetkazmaydi demoqchi. Subyan degan sabiyning ko'pligi. Sabiy bilan g'ulam o'xshamaydi. Sabiy degan 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh mushundaq bolalarni sabiy deymiz. Ammo 10 yoshdan eshib ketgan bolalarni g'ulam deymiz. Sabiy bolalarni suyish sunnat bo'lgan bilan, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'ygan. Ammo 10 yoshdan eshib ketgan qizlarni dadasining suyishi yaxshi emas. Balog'atga yetish oldida turayotgan qizlar bo'lg'achqa ularni suyishi dadasining yaxshi emas. Shundaqla 10 yoshdan oshgan o'g'lini suyishmi yaxshi emas. Chunki u o'g'illarmi balog'atga yetish oldida turayotgan va daxi burib chiqmagan nayt qizlarga o'xshab qolgan bir ahvollar bo'lg'achqa suyish yaxshi emas deyildi. Aysha raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir Arabiy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib mundaq dedi: "Sizlar kichik farzandlaringlarni suyamsizlar, biz ularni suymaymiz" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq dediki, agar Alloh taolo sizning qalbingdan rahmatni, mehr shafqat, mehr muhabbatni tortib qo'ygan bo'lsa, undaqda men sen qanday qilib bera olaydim dedi. Bu hadis sahih hadis. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu Arabiyning biz bolalarimizni so'ymaymiz degan gapni olgandan keyin uning bu ishini inkor qilib, agar Alloh taolo qalbingdan mehr muhabbatni tortib o'tibdi, undaqda men hech chiqib beramayotganman sana deb inkor qilyotdi. Sabiy o'g'illarni, sabiy qizlarni suyish va akiltish kishining salobatiga va obro'yiga ta'sir etmaydi. U kishiningki mehr muhabbatlik ekanligini ko'rsatdi. Ota-onalar farzandlarga shundaq mehribon va oq ko'ngil mehr shafqat ko'rsatadigan bo'lgan vaqtida, farzandlarmi cho'ng bo'lgan vaqtida ota-onasidan o'ginib mehr muhabbatlik va suyimlik cho'ng bo'ldi-da, ota-onasi qanday muomala qilgan bo'lsa, cho'ng bo'lganda ota-onalarga shundaq mehr muhabbatlik so'zlarni qilib, mehr muhabbatlik qiliqlarni qilib muomala qildi. 91-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib shundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuni, ya'ni navrisini so'ydi. Uning qishida Aqra ibn Habis at-Tamimi degan kishi o'ltirgan edi. Aqra shundaq dedi: "Mening 10 o'g'lim bor. Men ulardan hech birini suyib baxmadim." Shundan bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning qardida ondan mundaq dedi: "Man la yarham la yurham." Kimki rahim qilmaydi ekan, shafqat qilmaydi ekan, u rahim qilinmaydi. Shafqat qilinmaydi dedi. Bu sahih hadis. Ya'ni farzandlarni, kichik farzandlarni suyish, akiltish, ular bilan o'ynashish qatorliqlar bu kishining mehr muhabbatlik va shafqatlik ekanligining ifodasi. Boshqalarga mehr shafqat ko'rsatmaydigan kishi boshqalar tarafidan ham mehr shafqatga erishamaydi demoqchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizni o'zaro mehr shafqat qilishga, ota-onalar farzandlarga mehr muhabbat ko'rsatib, mehr shafqat qilishga va farzandlar ota-onalarga mehr shafqat qilishga buyurgan. 51-bab Babu adabil validi va birrihi li valadi. Otaning, ya'ni dodining adabi, ya'ni farzandiga adab axloq o'rgatishi va uning o'zining farzandiga yaxshilik qilishining babi. 92-hadis. Valid ibn Numayr ibn Aws u o'zining dadasidan anglagan, ya'ni Numayr ibn Awsdan anglagan. O mundaq deydi. Ular mundaq deyishatdi, ya'ni sahobalar shunday deyishatdiki, as-salahu minalloh val adabu minal aba. Ya'ni isloh bo'lish Alloh taolo tarafdan va adab axloq bo'lsa, tarbiya bo'lsa, dadalar tarafdan.
bu nima degan gap degan vaqtida sahobalar shunday deyishdi. Islah bo'lish Alloh taolo tarafdan, ya'ni tavfiq Alloh taolo tarafdan. Va buning sababini qilish, ya'ni farzandlarga ta'lim tarbiya, adab axloq o'rgatish va ularni tarbiyalash va ilm o'rgatish dadalar tarafdan bo'ladi. Dadalar balalarga adab axloq, ilm hikmat, ilm irfon, go'zal xuluq o'rgatib, shunday tarbiyalagan vaqtida, sababni qilgan vaqtida ondan islah bo'lishdan iborat. Buning mevasi shu ta'lim tarbiya adab axloqning mevasi Alloh taolo tarafdan bo'ladi. Tavfiq Allohdan bo'ladi demakchi. Va bu orqali dadalarni farzandlarga kichikdan ta'lim tarbiya qilishga, adab axloq va ilm irfon o'rgatishga tashabbus qilgan. Daiful isnad debtu, isnadi daif bo'lsa-mu, lekin mazmuni to'g'ri. 93 hadis. Nu'man ibn Bashir hadis so'zlab shunday dedi. Uning dadisi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga uni elib bordi. Ko'tarib bordi. Va mundaq dedi: "Ey Allohning payg'ambari, men sizni guvohchi qilmoqchi, ya'ni guvohchi qilaman. Men o'g'lim Nu'manga, ya'ni balam Nu'manga mundaq hadiya berdim" dedi. Nahaltu degani hadiya berdim degan gap. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu chaqda mundaq dedi: "Akulla waladika nahalta." Hamma farzandingga hadiya berdingmi? Ya'ni mush Nu'man bergandek boshqa farzandlaringga hadiya berdingmi? Shuning bilan u yo'q dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundaq dediki: "Fa ashhid g'ayri." Undaq mendan boshqa odamni guvohchi qilib ol. Ya'ni bu degani sen bir balanga birib qolganlarga bermay zulm qilib qapsa, boshqalarni guvohchi qilib ol degani. Men buni yoqtirmadim, men guvohlik berishni yoqtirmadim, guvohchi bo'lishni. Lekin mendan boshqalarni guvohchi qilsang, durust, joiz degan gap emas. Balki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qattiq inkor qilganligi bu. Chunki farzandlarning o'tirisida adil bo'lmay, birsiga berib boshqalarga bermay adolatsizlik qilish bu zulm. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hargizmi zulmni yaxshi ko'rmaydi, ham boshqalarning zulmga guvohlik berishini yaxshi ko'rmaydi. Qanday shunday dediki, bu kishi qarab turib: "Alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa." Farzandlaringning sana cho'ng bo'lgan vaqtida vafodorlik ko'rsatishida barobar bo'lishi seni xushal qilmamdi dedi. Shuning bilan shunday xushal qiladi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Fala idan undaq qilmag'in." Ya'ni Nu'man qilib berib qolgan farzandlaringga bermaydigan bunday ishni qilmag'in. Qala Abu Abdullah al-Bukhari. Bukhari rahimahulloh shunday deydiki: "Laysa ash-shahadatu minan nabiy sallallohu alayhi va sallam ruxsatan." Ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bu gapini boshqalarni mendan boshqalarni guvohchi qilib olg'in degan gapi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'zi guvohlik bo'lmasmi, o'zi guvohchi bo'lmasmi, boshqalarni guvohchi qilib olishing ruxsat degan gap emas deydi. Bayatin deb o'tgandek Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buning bu ishini adolatsizlik deb qaraganlik uchun va adolatsizlik bo'lganlik uchun qattiq inkor qilganligidan aytgan bu so'zni. Hargizmi ruxsat qilib aytmagan. 52 bab babu birril abi li waladihi. Dadaning farzandiga yaxshilik qilishi. Ya'ni yuqorida burun o'tgan hadislarda farzandlar ota-onalarga yaxshilik qilish, vafodorlik qilish kerak deb so'zlagan bo'lsak, endi aksicha ota-onalar va dadalar farzandlarga yaxshilik qilish kerak deb buyuryapti. 94 hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Alloh taolo u kishilarni abror deb atadi, ya'ni yaxshi kishilarni abror deb atadi Qur'onda. Chunki ular otalariga yaxshilik qilgan va farzandlariga yaxshilik qilgan. Sening otangning sening ustingda haqqi bo'lganidek, shundaqla sening farzandingmi sening ustingda haqqi bor. Abror degan yaxshilar degan gap. Shu yaxshilarni Alloh yaxshilar, abror
deb atishining sababini Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bayon qilib, ular o'zining ota-onalariga ham yaxshilik qilish bilan birga o'zining farzandlariga ham yaxshilik qilgan. Shu farzandningmi dadisining ustida nurg'un haq-huquqlar bo'ldi. Uning nafiq qilish kerak, yaxshi beqish kerak, qo'g'dish kerak. Uningga cho'ng bo'lganda ilm o'rganish ishiga yetganda ilm hikmat o'rgatish kerak, bilim o'rgatish kerak, adab axloq o'rgatish kerak. Nurg'un haq-huquqlar bo'ladi. 53-chi bab babu man la yarham la yurham. Bu yerda deb o'tgan, kimki rahim qilmaydigan, u rahim qilinmaydi. Alloh tarafidan ham rahim qilinmaydi, insonlar tarafidan ham rahim qilinmaydi. Rahimsiz, shafqatsiz kishiga beshiq kun tushgan chaqda boshqalar rahim qilmay uningga yordam qilmaydi. 95-chi hadis Abi Sa'id radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Man la yarhamu la yurham." Kimki rahim shafqat qilmasa, rahim shafqat qilinmaydi. 96-chi hadis Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "La yarhamullohu man la yarhamun nas." İnsanlarga rahim shafqat qilmaydigan kishiga Alloh taolo ham rahim shafqat qilmaydi. Bu xuddi bu yerdangi hadisga o'xshaydi ekan ma'nosi. 97-chi hadis Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Man la yarhamun nas la yarhamulloh." Kimki insonlarga rahim shafqat qilmasa, Alloh taolo uningga rahim qilmaydi. 98-chi hadis Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilindiki, undaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishiga Arabiylardan bir qism kishilar keldi. Ularning ichidan bo'lgan ma'lum bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mundaq dedi: "Ey Allohning payg'ambari, sizlar kichik farzandlaringlarni so'yamsizlar? Alloh bilan qasamki, biz ularni so'ymaymiz" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq dedi: "Awa amliku in kana Allohu azza va jalla naza'a min qalbika rahma." Agar Alloh taolo sening qalbingdan mehr muhabbatni, rahmatni tatib qo'ygan bo'lsa, men bir narsa qila olmadim. Mening qo'limdan hech ish kelmaydi, hech ish qilamoqdayman. Alloh taolo sening qalbingdan rahm shafqatni tatib o'tgan bo'lsa, dedi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu Arabiyning farzandlarini so'ymasligidan iborat bu qiliqini mehr shafqatsizlik deb qaradi. Ya'ni Alloh taoloni uning qalbidan mehr shafqatni tatib o'tganlik deb bildi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu Arabiylarning farzandlarini erkiltib so'ymasligini inkor qilib bu gapni dedi. Bugungi darsimiz mushad oxirlashdi. Kelar qatimqi darsgacha hammanglarga Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.